Men sizga bundan 20 yil oldin aytgan edim. Yangi Quddus Quddusda emas, balki Ukraina janubida bo'ladi. Siz esa hayron bo'lyapsiz. Bu hammasi allaqachon hal qilingan. Bularning barchasi 90-yillarda ham ma'lum edi. Sizlar faqat kuldingiz, endi esa kulgili emas. Men sizga aytgan edim, Hazoriya qaytadi. Hamma narsa o'z joyiga qaytmoqda, hamma narsa reja bo'yicha ishlamoqda. Faqat siz hech narsa o'qimaysiz, hech narsani tushunmaysiz. Avvalgi shaklda Ukraina bo'lmaydi. Uni bo'lib olishadi, qayta nomlashadi, qayta bo'yashadi. Janubida esa maxsus zona bo'ladi. U yerda yangi Quddus bo'ladi. Bu xayoliy emas. Siz o'zingiz ko'rasiz. Ular Tel Avivdan, Nyu-Yorkdan, Berlindan chamadonlar bilan u yerga kelishni boshlaydilar, chunki Isroilda urushlar ko'p bo'ladi. Siz o'ylaysizki, buni men o'ylab topdim. Yo'q, buni sizga allaqachon Garri Berkut aytgan edi. U hamma narsani nuqta-nuqta qilib qo'ygan. Kim yashaydi, kim qo'riqlaydi, qanday armiyaga ega bo'ladi, bayrog'i, poytaxti. Hammasi allaqachon yozilgan. Va ishoning, u xayol